Hammaga salom sizlar bilan Azbek Roblox. Videomiz o'chib qolibdi, shunga xafa bo'lmaysizlar. Bu 3-qism. Mana qaytadan o'chgan, uni ko'rib olaman. Yaxshilab kuchaytirib oldik. Xo'sh, birinchi qism va ikkinchi qismni ko'rishda maslahat beraman. Chunki tushunmay qolasizlar bu videoga. Xo'sh. Ovqatni ko'proq yedik. Sherigim yaxshiroq bo'yicha ekan, shunga ko'p ovqat yedik. Xo'sh, 64 ta temirimiz bor. Hozir. Mana bu yerda 1000 tashlab ketdik. Bittasi 1000. Xo'sh, 6 ta 1000 bor. Narsa top kelish kerak. Keyin ko'rasizlar, xursand bo'lasizlar sizlar ham. Bo'lmas. Yo'q. Bitta yo'q. Xotinlarni ovolyapmiz. 5 minut bo'ladi bu videomiz. Unchalik ko'pga cho'zilmaydi. Qani ko'rib olamiz. Xo'sh, tiqir qichir etgan ovozlar ko'p bo'lishi mumkin. Chunki telefonda o'ynayman men. Kompyuterda o'ynab qolishi mumkin. Kompyuterda video olishi mumkin. Endi kutilgan soniyalar va nechi bu? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh. Mana tepasiga qaranglar. Nechi bu? Xo'sh. Ovqatni yeb tashlaymiz. Bu yerdan Xo'sh. Sherigimiz sovg'a ochibdi. Hozir bitta chang'ib olamiz.